Nexus 3 avtomobilida ham mana shunaqa apelsin rangli proyektni mana o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu yengil qilingan proyekt. Polni ham qilib beramiz. Keyinroq bir kelaman bizda torpedka 4 teshigiga. Malibu 2 rul, Malibu 2 bar hamda sidenlariga chexol, premium klassdagi poliklar ham bo'lgan. Mana shunaqa apelsin rangda. Eng qizig'i avtomobilimiz mexanika bo'lishiga qaramasdan Malibu 2 barlarni mana shunaqa akkuratni o'rnatib bergan bo'lsa, ranglarni podbor qilib. Xo'p, turishi, orqa sidenlarni ham ko'rsatamiz. Idealni tushgan. Xo'p, bu stena chexollarimiz ham bunaqa yumshoq lisyangdagi podushkalari ham bo'ladi. Kachesasi zo'r. Endi bitta o'tirib, barlarni ham zo'r qilib beramiz. Xo'p, rulimiz dalniy signalda ulangan, blok piano bilan ishlov berilgan original rul. Absolutni yangi rul. Ko'p knopkali bo'lsin dedilar. Bunaqa knopkalarni almashtirib, full pozitsiya qilib berganmiz. O'rtada ham signallar ishlaydi. Oranji bilan перетяжка qilingan. Malibu 2 barimiz mexanika. Xo'p, ishlashi. Zadniy. Bir o'tida skoroskga tushishlari ham moshni. Usti blok piano, ruchnoy tormoz original ovozsiz o'rnatilgan. Zaradga telefonlar ham ishlab turibdi. Bu barlar O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan UZB bar hisoblanadi. Malibu 2 UZB bar ranglarni xohlagancha podbor qilib beriladi. Polik premium klassda, kurosida 2 qavatli bo'ladi. Tegi kojinning usti mana shunaqa gilamli qilingan holatda. Stena bar rul. Bir monitor, deflektorlar o'rnatilgan, torpedka bilan eshiklarni keyinroq qilamiz bu proyektda. Xudo xolisa tayyor. Xizmatlar qiziq bo'lsa, bizga maksimum murojaat qilasiz.